Assalamu alaykum. Sharq Turkiston Federatsiya topidagi barliq qarindoshlar. Hammalarning aytganlaringiz xayrli bo'lsin. Va alaykum assalom. Ma'lum, bu yuqori chaplab qo'ygan bayonotnomani men savolni ko'rdim. Tunugin mas'uliyatlari dinimizdek masjidga yig'ildik. Birisi ejinda yig'ilgan yig'inning kun tartibida muzokara qilgan masala shu, birisi pul qaytarish, ikkinchisi saylam qanday yaparmiz degan masala bo'lg'achqa shu ikki masalada muzokara qildik. Yuqoridagi bayonotnoma to'g'riliq gap qilishmadik, chunki jiq mas'uliyatlar bu bayonotnomani ko'mabdi ekan. Shuni ko'rmagan narsada bir fikr qilsak to'g'ri bo'lmaydi ekan. Do'qondan yuqoridagi ikki masalani so'zlashib bo'lg'icha duo tilovat kelgan jamoat bek saqlab yig'ilib ketib qoldi. Shuni tugatib turdik. Bu bayonotnomani bugungacha heyetlar ko'rib chiqib, yana qayta muzokara qilib, bunga masjid nomidan qanday javob qaytaramiz degan muzokara qilishmoqchi bo'ldik. Bu pul qaytarish masalasida oxir qaror Mehmet To'xtaniki bergan $1000 pulni qaytarib beradigan qaror chiqardik. Saylam masalasida shu bir necha kun ichida saylamning o'qitishini chiqarib, biz shu o'zini shu nomzod shartiga tushirganlar muvofiq deb qaraganlar o'zi nomzodlik e'lon qilsa bo'ldi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Va alaykum assalom olim. Hammamizda Alloh razı olsun shu masjidniki manfaat uchun boshqa turib ko'ngil bo'layotgan hamma qarindoshlardan Alloh razı olsun. Bu savollarga bir bilib javob beray. Bu ilqi yoshlar qurultayiniki tinkaga me'morlarni kutib olish masalasida mas'uliyatlarning hammalarninki fikri o'xshash, unga hech kim e'tiroz bildirilmagan. Nima desa bu nizomnomada ochiq yoziqliq. Biz hamma butun Uyg'ur Sharq Turkiston tashkilotlariga xizmat qildiganga so'rni hozirlab beriglik azaldan shunday qilyapmiz. Bundan keyin shunday qilamiz. Buningga Mehmet To'xtaniki ko'rsatgan ifodasiga qarshi bular o'zining ayrim raddiya berganligini, tushuncha berganligini, uni to'g'ri bo'lmaganligini, aytganligini deb o'tdi. Shunga bu masalada hech qanday ixtilof yo'q. Masjidimizning ichida hayatlarning o'rtasida bu to'g'riliq hech qanday talash tortishim bo'lmagan. Buni bu masjidning kep bakmagan yoki bu Toronto'dagi jamoat orasida yashab bakmagan sirtkilar buni ulg'aytib shuni biz bir taraf qilib bo'lgacha bu masalani yo'g'ontib o'tdi. Buningda hech qanday talash tortishsiz bu narsaning bundaq boshqarishning vakilda mahkamada boshqarishning xato bo'lganligi to'g'riliq uni birdek emaylan u yerda qabul qildik. Bundan keyin undaq ishlarning yuz berishiga yo'l qo'ymaymiz. Hech kim masjidning nima ish qilganini hech qanday bir tashkilot yoki shaxs boshqarolmaydi. Biz bu nizomdan bir ish qilamiz deyishdik. Ondan qurultayninki pul masalasi to'g'riliq so'rabsa, u masalada muzokara qilgan bo'ldik. Shu qurultayning pulni berib bersak bo'ldi ekan, yandirib bersak degan gap deyildi. O'xshash shu Mehmetninki puliga o'xshash. Nima desa masjidga berilgan pul minnat qilinsa to'g'ri bo'lmaydiganligini diniy jihatdan tushuntirib o'tildi. Lekin boshqa qarindoshlarimiz shu qurultay o'z bevosita pulni qaytarib ber deb talab qilmagan. Mehmet o'zining shaxsiy nomida degan u Mehmetning gapi qurultayga vakillik qilolmaydi bu masalada deb tushuncha bergan bo'ldi. Qurultay hech qachon bu pulimizni qaytarib olamiz degan gapni qilib boqmaydi deb. Lekin bizmi boshqa qarindoshlarmi Mehmet To'xti qurultayning bir g'olliq kadri Mehmet To'xtman degan gapi shu qurultayga vakillik qilib qoladi, uni xohlasin xohlamasin. Shunga xalqqa shunday ta'sir berdi. Shuni agar qurultayning unday niyati bo'lmagan ekan, bu masjidga berilgan pulni biz shu masjidning qurilishi, Alloh roziligi uchun, musulmonlarning ibodat qilish uchun bergan to'q. Bu masala to'g'riliq hech kimning qurultayga vakolatan gap qilgan haqqi yo'q. Bu pul to'g'riliq bundan keyin hech qanday gap bo'lmaydi deb shunday bir bayonot yoki bir tushuncha
evet yollab qo'ysa, e'lon qilib qo'ysa, shunlar mush to'g'riliq xato tushuncha kelib qolgan qarindoshlarmi uni bilib olsa, bundan keyin shunda bir eg'iz ichib qolganlarni diqqat qilsa deb tavsiya berdik uni. Mana masjidimizdan yetik qarindoshlar qurultayga yetkazilgan bo'ldi. Shundan bu ish shu yerda tugdi. Endi nima to'g'riliq mana Sharq Turkiston Kanada jamiyati bilan Uyg'ur akademiyasiniki masjidga qarta bergan bayonotga qarta abay deb o'tgandek buni bilganlardan ko'rib chiqib masjidga ichimizda muzokara qilib buni muvofiq shaklda masjiddan bir javob qaytaramiz inshaalloh.